Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yana bitta YouTube kanalimiz. Mana ko'rib turibsizlar, pul ishlash tizimiga ulandi. Xo'p, bu akaga biz o'zimiz noldan AdSense ochib berib, mana kanallarni polniy pul ishlash tizimlariga uladik. Video parallel ravishda ikkita platformaga ketyapti. Xo'p, hozir sen gaplashib olaylik. Telefon qo'yishdi. Xo'p, videoni davom ettiramiz. Yana bitta YouTube kanalimiz do'stlar, pul ishlash tizimiga ulandi. Mana Nasr akalarni polni hamma yo'g'ini qilib beryapmiz. Xo'p, endi YouTubedan bemalol daromad ko'rsalar bo'ladi. Xo'p, asosiy videolar uchun reklama yo'qoldi. Endi shortsga nisbatan yo'qoldi. Shorts uchun ko'p pul bermasa ham, lekin prosmotr normalniy bo'lsa, Amerika universitet kanallariga masalan 101 million prosmotrga 100 o'rni ko'pirishasa bo'ladi. Lekin bunday kanallar bo'ladigan bo'lsa, o'zbek kanallari bo'ladigan bo'lsa, masalan bu kanalimiz Gurlanrek degan kanal ekan. Xo'p, mana kanallar endi bugundan boshlab bemalol YouTubedan daromad ko'rsalar bo'ladi. Mana. Xo'p, Instagramga alohida videolar xullas bo'ladi. Xo'p, YouTube'dagi videoni davom ettiramiz. Qisqasi do'stlar, jig'orabda uzilib qoldi video. Qisqasi do'stlar, men kanalimiz to'liq pul ishlash tizimiga ulandi. Adashmasam bulardan 200 ming dedikmi, 250 mingami do'g'or qildikda, kanalni polniy pul ishlash tizimiga ulab berguncha. Chunki bu yerda hozir kanallarda ham muammo bo'ldi. AdSense ocha olmadik, chunki kanallarda nomer tasdiqlanmagan ekan do'stlar. YouTube'da yangi qoidaga ko'ra kanalda nomer tasdiqlangan bo'lishi kerak. Xo'p, qisqasi umumiy holatda aytadigan bo'lsak, endi buni nima qiladilar? Endi YouTubedan pul topaveradilar. Prosmotrlar yaxshi bo'lsa, hozir ko'raylikchi, 250 ming prosmotr normal. Daromad yaxshi bo'lsa kerak, xudo xolasa. Endi prosmotrdan kelib chiqadi, har xil kanallarga har xil to'laydi do'stlar. Endi davlatlardagi statistikaga qaraydi albatta. Xo'p, kimga yordam kerak bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Kanallarda pul ishlash tizimiga ariza tashlab beramiz. Kanallar albatta do'stlar, pul ishlash tizimiga ulanish uchun original video bo'lishi kerak. Agar videolar hammasilardan bo'lmasa, ulanmay qolishi mumkin. Bu joylari ham bor. Endi batafsil Telegramdan do'stlar tushuntiramiz. Telegram kanalimda linki do'stlar. Mana shu videoni kommentariyasida bo'ladi. Kommentariyasi yoki 99lik 791 32 32 telefon nomerim SMS. Просто telefon qilmanglar. Faqat SMS, oddiy SMS. Nima muammo? Qisqa va lo'nda. Telegram orqali emas, oddiy SMS. Masalan, YouTube kanalimda pul ishlashga ulash kerak. Yozinglar, men sirazi bir kun ichida aloqaga chiqaman yoki SMS yozaman. Telegramdan o'tamiz, kanalingizni polni obzor qilamiz va hal qilamiz do'stlar. Xo'p, kanallari yaxshi ekan yo'nalishi menimcha, o'z ko'raylikchi. Menimcha asosan bozor yo'nalishidagi kanal bo'lsa kerak. 18, 17 da shunaqa kanal ekan. Sizlarga bir reklama qilib ketay mana. Kanallarni yaxshilab ko'rsatib ketay mana. Agar yo'nalishlar to'g'ri kelsa, masalan, fikr almashsanglar bo'ladi o'zaro. Yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Salomat bo'ling.